Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ahror Gameplay kanali. Bugungi videomizda Reportyor o'yinini o'ynab ko'ramiz. Ko'p joylarda ko'rdim, juda ham qo'rqinchli o'yin deyishdi. Shunga bir bugun o'ynab ko'ray dedim. Qani boshladik. Igor Migun taqdim etadi deb yozib qo'yibdi. Xullas, bu o'yin Play Marketda pulli ekan. $0.08 mi? Shunday. Bu o'yinni tekinini Telegram kanalimga tashib qo'yaman. Telegram kanalim o'sha YouTube kanalimda profilida ham bor, kommentariyaga ham qadab qo'yaman. Qani unda boshladik. Nega bizning personajimiz hansirayapti? Bo'ldi, tur yotavermasdan. Xullas, nima qilishimiz kerak? Eshik ochiq, chiqsa. Voy, блядь. Cho'chitvordi. Eshik qulf. Kimsan? Nega bu yerdasan deb yozib qo'yib. Ovoz pasaytiramiz. Bizga nimaga kerak bunaqa savol? Ichi bo'sh. Nimadir g'ichirlayapti tepada. Aksimiz yo'q, doimgidek. Nimaga hech narsa qilib bo'lmayapti? Nima cho'milishimiz kerakmi dushda? Menimcha yo'q. Nimadir qilishimiz kerak-ku. Qaranglar, suv tushib turibdi qayerdandir, lekin oqayotgani yo'q. Nima do'pirladi? Nima qilishimiz kerak hozir shunda? Hello? Hello? The number you have reached is not in service. This is a recording. Xullas, muammo bo'ldi. Xullas, gaplasha olmadik. Chirog'imiz bor, yaxshi. Yo, xudoyo. Nima balo edi bu? Okey. Kimdir qulog'imizga pichirladi. O'rganib chiqaylik atrofi. Nima bu? Nima qilishimiz kerak? Faqat tomosha qilyapmiz. Deraza bor ekan. Qog'oz. Voy, bu namcha 40, 80, 20, 30. Nimani anglatadi bu? Qon bilan yozib qo'yibdi. 40, 80, 20, 30. 40, 80, 20, 30 eslab qolish kerak. Qayergadir ishlatishimiz mumkin. Hech narsa yo'q. Qaytamiz. Eshik yopildi. Eshiklar o'z-o'zidan yopilyaptimi? Bir narsa. Qulf. Nimadir tovush. Cho'chitadigan. Hozir pa deb chiqadi, biz cho'chishimiz kerak. Cho'chimadi. Tak, bu yoqqa qo'yamiz. Men qo'ygan joyga qo'yib olasizlar. Voy, kimdir kuldi. Tushim yo'q. Sqart bu safar cho'chitdi. Qo'yamiz. Mana shu yerga. 40, 80 ga qo'yamiz endi. Menimcha shunga to'g'ri keladi. 80. Endi 20. 30. Bo'ldi. Kalit. Qanaqadir kaseta. Olaylik. Ko'rinmayapti ham dashi. O'yin yarkisi past. Qo'yib qo'ydi, bizga kerak emas. Voy, блядь.
Anchadan beri bunaqa qo'rqib o'ynamagandim. Закрыто. Titrab ketyapti tan o'ynayotgan paytim. O, kassetani shu yerga ishlasa kerak menimcha. Lekin olmadik-ku, qanday ishlatamiz? Bo'lmabdi uni. Bo'pti, qani davom etamiz. O, eshik. O'tolmayapmiz. O'z shu xonadan chiqdik. Kalitni nima bo'lyapti? Kalitni qayerga ishlatamiz? O, mana shu eshikka bo'lsa kerak. Kimdir nafas olyapti. Zagruzka qilyapti menimcha. Keyingi chap terga o'tdik-ku. Yo'q hali. O, quyon. Turq sovuq quyon. 6192. Buni eslab qolish kerak. Ko'chada yomg'ir yog'yapti, mana qaldiroq chalib. Qulf. Rasm qiyshiq tirnalgan. Qulf. Mana rasm chizamiz. Bu to'g'rilanar ekan. Keyin eshik ochiladi. Yo'q, orqada nimadir ochildi. Bu eshik ochilar ekan. Kimdir qo'li. Haykal. Voy. E'tibor bermaysizlar, o'yin shunday qilib qo'ygan. Bir g'alati haykallar. Qani yuraveraylikchi. Boshimiz oqqan tarafga. Sanchilar osilib turibdi. Qon. Hech narsa yo'q bu xonada. Menimcha bu yoqqa kirganimizdan foyda yo'q. Telefon ishlamasa ekan. Yo'q, doim orqamizda kimdir bor-ku. Qo'l. 6192. Yaxshi, eslab qolish kerak shunaqa narsalar. Yopib qo'yamiz eshikka. Tak. Nima qilamiz bu yerda? Qog'oz. Xudo to'g'ri va qolgan odamlar yolg'onchi. Balki razarbat shunday yozib qo'ygan. Bu kalit. Kimdir nafas olgan ishdi. O, maxluq. Taraf yura qolamiz. Xullas, tezlashtirdim. Chunki bu yerda ancha aylanib yurdim. Yurib, xullas ko'p vaqtim ketdi. Keyin men bir eshik topdim oxiri. Hamma eshiklarga bir kirib ko'rasizlar. To'g'risi eslab qolmadim. Ertasi kuni. Вся эта запутанная история началась относительно недавно. Bu voqea kichkina qishloqda boshlangan. Bu yaxshi kun edi. Shahar hayron qoldi, qo'rqdi. Nimadandir bilmadim. Bu qo'rquv va panika odamlarni qo'rqitdi. Hech kim nima deyapti? Hech kim hech narsani bilmasdi. Politsiya ulardan nimadir yashirishga harakat qilardi. Другие же утверждали, что убитые были обезглавлены. Это таинственная неразбериха и побудила меня докопаться до истины. Shaharda nimadir sodir bo'layotgan. Men bular o'zim qidirishga nimadirlar yig'ishga, ma'lumotlar yig'ishga qaror qildim deyapti. В любом случае, не будет о чем Nimadir писать в газетах. yozaman agar topsam deb yozib qo'ydi. Xullas, shaharda sodir bo'lgan narsalar
bu narsalar bo'lgan. Biz bo'lsak o'zimiz shuni aniqlashtirgani kelibmiz bu yoqqa. Bo'pti-da. Chapter 2 ikkinchi qism. Ketdik. Bu yoqda xona bor. Bu yoq qulf yoki yo'q, olib chiqish. Xullas bu parol to'g'ri kelmaydi-yu. Bunga yana alohida parol topamiz. Qizcha turibdi. Boyagi odam gapirdi, qizcha paydo bo'ldi, ko'zimga ko'rinyapti. Bir narsa aytibdi. Bilyat. G'alati bo'lib ketdim. Nima bu rasmlar? Menimcha parolni topdim-ku. Tushundim. Televizor, rasm turibdi to'g'risida. Rasm televizor ko'ryapti. Qani parol yozgani boraylik. Bu yerda ham qog'oz bor ekan. Tushundim. Keraksiz narsalar. Yana qizcha turibdi. Bizga tegmaydi menimcha u. Ketdi. Tepaga chiqamiz, parol yozgani. Bir, 5, 2, 4. O, sal yorug'lashdi. Bizga jahl qilishyapti. Pastda eshik bor ekan. Bir kirib ko'raylik. Qulf. Bunga ham parol kerak. Buni topib kelish kerak. Qulf ham. Kimdir telefon qilyapti. Voy, to'kirar ekan. Gaplash bo'lmadi. Qulf. Voy, jirkanchligini. Voy, generator. Tok ko'chirishimiz kerak-ku. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Bunaqa narsalar juda ham oson. Tok ko'chiramiz. Voy, tirik ekan hali. Ovozi juda ham xunuk. Miyalarmi? Hech narsa yo'q. Bir kalitmi, biron narsa berib qoladi deb o'yladim. Bo'pti. Tok o'chirdik, endi kirsak bo'ladi mana bu. Nima bu? Bizga kerak emas. Voy. Uzunchalik qo'rqinchli emas, ovozi qo'rqinchli-da bular bori. Kimdir bog'lab o'ldirib yuborishgan o'sha joyda. Qog'oz. Menimcha bizga qizig'i yo'q buni.
bunda ham qog'oz. 3552 da 3552 3552 eslab qolish kerak. Menimcha o'sha yerga parolga to'g'ri keladi. Borib teramiz. Qani tushaylikchi. Da 3 5 5 2 O bittada topdim. Menimcha keyingi chapterga o'tdik. Keyingisiga qayerdadir turibmiz. Chapter 3. Konfuzatsiyami? O'zbekchada bilmayman. Bugun hammangiz o'lasiz deb qo'yibdi. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu bunisini bu yoqqa, bunisini bu yoqqa. Bir-biriga tegmasligi kerak-da, xullas. Bu boshidan qilishimga to'g'ri keldi. Bunisini qolamiz. Bu yoqqa, bunisi bu yoqqa. Oxirgisini bunisiga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Oy. Shuni o'ziga bir 10 minut vaqtim ketdi-yu. Kesib tashladim. Ketdik, kiramiz. O'yinni yarkis juda past. Kimdir nafas olyapti. Voy bil. Oh. Kimdir kelyapti orqadan. Yugur. Voy tiqilib qoldim. Yopil. Ochil. Falokat eshiklari borda. Davay. Qoch. Eshik qulf. Nimadir qilishga jim turamiz. Voy, qo'shiq to'xtadi. Menimcha xavfdan qutuldik-ku. Qaytib boraylikchi. Endi quvlamayapti. Gallyutsinatsiyalar bo'lyapti bizda. Personajimizda. O'zi nimaga kerak bunga shunaqa narsalar o'rganish? Kalit kerak bu yoqqa. Yana qaytamizmi? Tushib ketdik-ku. Nima qilamiz bu yerda? Chiqish yo'lini topish kerak. Nima qilamiz? To'kirib o'ldiradigan narsa. Hech narsa yo'q-ku. Bug bo'lib qoldi menimcha. Tepa ochiq turibdi. Mamta qog'oz bor ekan. Xullas, xatni o'qib chiqdim. Unda yozibdi bitta
Hozir shunday. Voy bilet. O'zi aytdim nima qilmay turibdi. Yomon qiynadi. Xullas o'tda yozyapti. Men bu xatni ya'ni o'qiyotgan bo'lsangiz men o'lgan bo'laman deyapti. Bu yoq ancha o'rganib chiqdim. Bizga bir bemor kelganda kaseta topib oldim, keyin uni cho'ntagimga solib eshitib ko'rdim dedi. Yo'q, tezlashtirib yuboramiz. Keyin u xullas alohida kasetani eshitgandan keyin, ya'ni ko'rgandan keyin hayotida bir g'alati narsalar sodir bo'lishni boshlabdi o'sha odamni. Keyin u nima deydi? Unda gallyutsinatsiyalar bo'lib, ko'ziga qizcha ko'rinishi boshlabdi. Xullas, o'qiyotgan bo'lsang, senga ishonaman, Xudo seni asrasin deb yozib qo'yibdi. Xullas, tushunarsiz. Nima bo'layotganini yaxshi tushunmayapman. Mashtada aylanib yurib umrim o'tib ketadi-yu. Ha, yana kelyapti. Boyagi joydan kalitni oldik. Qachon tugaydi bu o'yin? Keyingisi yana. Deraza, ya'ni oyna. Boyagi rasm to'g'rilanib xunukligini. Boyagi turibdi. Yana tashlanadimi? Net deydi. Jilvordi. Xullas, tezlashtiraman. Bu yerda ancha aylanib yurdim. Yana uni ko'rdim. O'sha maxluqni. Yana bir ancha vaqtim ketdi shu yerda. Keyin oxir mana bitta eshik topib oldim. Shu eshikni ochib boyagi rasm yonidan o'tishimiz kerak. Boya kirgan joyimizdan o'ngga burilib shu yoqdan to'g'ri yurib borsak bitta eshik bor, o'shandan kirishimiz kerak ekan. Mana. Yomon ko'p bosh qotirma. Boyagi joyga qaytib keldik. Boshidagi. Endi bu yerda nima qilamiz? Kaseta so'roq bo'lib turibdi. Menimcha bizga kaseta kerak. Bu mana bu xonada edi-yu. Yo'q, bu yerda emas, bundan keyingisi. Shu deydi. O'yinni bilib oldim. Nihoyat topdim uni. Qayerdadir buni tomosha qilishim kerak deyapti. Televizor yonida-da. Tushunib oldim o'yinni. Faqat ovoz bilan qo'rqityapti. Unchalik o'zi qo'rqitayotgani yo'q. Lekin bitta screamer beryapti, juda qo'rqinchli u ham. Voy, g'alat. Xullas, boyagi o'qigan xatimda aytdi, mashina ko'rganingdan keyin maydalab tashlagan buni degan. Mana shu kaseta maydalashimiz kerakmish. Kimdir qayergadir ketyapti. Shpris. Qochyapti kimdir. Nima bo'pti? Kimdir osilgan, jirkanch juda ham. Suv to'mayapti. Kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Ko'taramiz. 7 days. 7 kun. Soat taqillayapti-da, yozib qo'yibdi. Nima aloqasi bor bilmadim. 7 kun nimadir bo'lsa kerak. O'yin tugadi.
O'yin yaxshi ekan. Qanaqadir odam o'ziga tortar ekan. Aytgancha, o'yin o'ynayotganda grafikasini ko'tarib o'ynash kerak ekan. Shuni bilib oldim. Bo'lmasa juda ham xira ko'rinadi. Mana ultraga qo'yib qo'ysanglar yaxshiroq bo'ladi. Bo'pti unda. Xayr, hammaga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.